Hörmətli televizor köygücülər, hazır körüb atqanlar Şinjan televiziya stansiya, Xuyu Mədəniyyət Taqıt şirkəti və Şinjan Əlbidar Mədəniyyət Media Çəklik şirkəti birləşib yolu qoyğan çoğun tipdiki nutq sözləş xarakterdəki proqramma ular şundaq deydi. Biz bu proqramımızda hər sahə, hər kəsbdə öz kəsbində nəticə qazanğan şəxslər, yaşlar və izləngücülərini təklif qılıb ularınki qimmatli həyat qaraşları və turmuş təcrübələri arqılıq cəmiyyətə yenici ilham ve oylanış təqdim qılmaqçı. Qidəmsə, savalaşlar bir VCR görüntüyle. Vaqt uluq yazğıcıdır. O parlaq kelgüsünü yezib çıxalaydı. Siz vaqtni behuda ötküzüb onunğa sexilik qılsınız, hayat rəhimsizlərcə sizga bexillik qılıdı. Vaqtni qo'ldan berish o'z-o'zini qatl qilish bilan barobar. Sizdeki en qadrlanishga tegishli boyliqmi vaqt, en qadrsiz bo'lganimi vaqt isrofchiligidir. Vaqtingizning zoya bo'lib ketayotganligini his qilib tursangizmi, uni qanday boshqarish, vaqt kapitalidan unumli foydalanishni bilmayapamsiz? Bu savollarning javobini Izdam korxona maslahatchilik shirkatining qurg'uvchisi, Shinhua pul muomalasi Şinjan sho'ba shirkatining oliy lektori, Tsinghua Universiteti korxona boshqaruvchilarini tarbiyalash programmasining taklifli o'qituvchisi Muhammad Sulaymon Izdan muallimdan anglaydi. Bugungi programmamizdagi mehmon tanishtirib o'tsam, Izdan korxona maslahatchilik shirkatining qurg'uvchisi, Tsinghua Universiteti korxona boshqaruvchilarini tarbiyalash programmasining taklif o'qituvchisi Muhammad Sulaymon efendim, qarshi olamiz. Muhammed Muallim korxona maslahatchilik shirkati barpo qilibsiz, shundaymi? Shunday. Sizniki asosiy xizmat nishoniniz nima? Asosiysi shu tarbiyalash. Tarbiyalash. Korxonadagi mush xizmatchi xodimlarini, setish qo'shinlarini kasblashtirib, sistemli tarbiyalash. Hozirgacha qancha o'qish tarbiyaladingiz? Hamda hozirga qadar shu 2008 dan boshlab shu xizmatni boshlagan. Bir ishlayotgan vaqtdan boshlab, mush iqtisod, boshqa universal temalarni qo'shgan vaqtida bevosita shu tarbiyalashdan bahramon bo'lganlar 100 mingga bordi. 100 mingga bordi. Naq maydon anglaganlar. Demak, yaqinqi mezgilda shu korxonchilarni korxona ilmidan tarbiyalash bir xil jamiyat taraqqiyotining ehtiyoji qoldimi qanday? Albatta shunday. Chunki hozir bozor ahvoli o'zgarish intayin zo'r emasmi? Burunqi planliq egilikda hamda ishlab chiqarish asos o'rin turgan, lekin ko'lam shakllanmagachga tovar qiz, iste'molchi intayin ko'p. Lekin hozir bozor raqobatida tovar ko'payib ketdi, to'kin bo'lib ketdi-da. Shunday bo'lgan iste'molchining talab yuqorilab ketdi. Bunday ahvolda chiqib setish xodimlari yoki korxonchilar kasblashmagan vaqtda hamda hozir tovar ilish muhim, kimdan ilish ham muhim bo'lib o'tdi. Shunday chiqib setish xodimlari cho'qim kasblish kerak. Demak, bugungi sizniki notug'ingizniki temisi vaqt nega ketdi? Meningcha sizning bayoningiz orqali balla vaqtning nega ketganligini bir izlab baqsin, ha? Hamsa Mehmet Muallim bir nutq so'zlasin. Hadi marhamat. So'zlamoqchi bo'lgan tema shu vaqt nega ketdi. Buning asosiy qanday temasi birinchi bo'lib vaqt va hayotlik to'g'riliq bo'ladi. Onun keyin mush vaqt va muvaffaqiyat. Onun keyin vaqt kapitali to'g'riliq. Eng oxirsida vaqt boshqarish mahorati. Endi bizga ma'lum, meniki shu o'qigan kasbim iqtisod boshqarish hamdi. Lekin men vaqt to'g'riliq o'qimaganda, lekin men shu yilning yog'izi vaqt kapitali qiziqib qoldim. Men shu haqda o'zimniki 10 yillik, hatto kichkimdan boshlab ilib berayotgan faoliyatimni birlashtirib, nurg'unlagan bizda ko'rilayotgan vaqtda ko'z qarshidagi xatoliklar. Onun keyin ufq qozonganlar qanday vaqt muomala qiladi? Shu haqdagi bir qism tadbir mahoratini sizlarga sunmoqchi. Endi bizga ma'lum bu vaqt to'g'riliq gap bo'lganda hamma odam biladigan bir necha maqol tamsil bor. Men shu yaqin 3 yilning yog'izi butun Şinjanning o'quvchilarimga so'zildim. Vaqt to'g'riliq nima bilasiz desak, 3 maqol tamsilni hamma odam biladi ekan. Bular qaysi? Vaqt oltindan qimmat. Vaqt atqa o'q. Yana birisi vaqtdan ketdi, baxtdan ketdi. Am buni biladi ekanmiz, lekin shuni amalga oshirayotganlar 2%ga bormaydi ekan. Amma shuni bir xulosa qilib keldim. Hayotlik to'g'riliq shu tahlil qilgan vaqtida nurg'un kishilar hayotni shu bu vaqt yosh, uning keyin o'rta yosh yashangan deb uzatmangdi. Lekin men o'qigan kasbim iqtisod bo'lganligi uchun men iqtisod bilan vaqtni bog'lagan vaqtimda bizning iqtisodiy hayotimiz intayin qisqa. Masalan,
tug'ilgandan boshlab 25gacha biz nuqul holatda iqtisodiy qimmat yoki boylik yaratmaymiz. Biz nuqul o'qiymiz yoki bo'lmasa hajlaymiz demoqchiman. 25dan boshlab 50gacha normal ahvolda biz boylik yaratamiz, yana boylik sarf qilamiz. Endi 50dan boshlab umrimizning oxirigacha boylik yaratilmaydi, yana boylik sarf bo'ladi. Ammo shu jihatdan siz xulosa qilgan vaqtingizda bizning umrimiz intayin qisqa. Qanday degan vaqtda pul topadigan vaqtimiz va pul xashlaydigan vaqtimiz yoki bo'lmasa boylik paydo qiladigan vaqtimiz yoki boylik sarf qiladigan vaqtimiz. Endi buni yig'ib kelgan vaqtimizda biz faqat bir bosqich boylik yarata olamiz, lekin 3 bosqich nima qilganmiz? Boylik sarf qilamiz. Nemish ko'p qism kishilar umrlik orzuga yetolmaydi, nishonga yetolmaydi. Demak, topadigan vaqti bir bosqich, lekin sarf qiladigan vaqti 3 bosqich bo'lgach qanday qilmaydi ekan? Yetmaydi. Shu biz bu yerda bir mahal boylik yaratamiz, bir umr boylik sarf qilamiz. Endi qanday qilish kerak? Bu xil ahvolda cho'qim biz bir umr navrat tutishimiz kerakmi? Lekin men eng yaxshi ko'radigan bir nazariya bor. U qaysi degan vaqtda italiyalik iqtisodshunos o'tirib qo'ygan shu 2-8 nazariyasi. Yana butun jamiyatdagi, dunyodagi utuq va boylikning 80%ni 20% odam egallab keladi. Tarixdan shunday, hozirmi shunday, bundan keyin shunday bo'lib o'tadi. Qolgan ishib qolgan 20% boylikni-chi 80% odam bir umr qo'g'lashib yuradi. Endi shu 20% odamga cho'qim biz endi qiziqishimiz, ularning turmush odatini, ideyasini, qimmat qarashini o'rganishimiz zarur deb qarayman. Shu men izchil turda izdan o'rganish inqilobi degan bir shuar bilan o'rganish, ya'ni shu utuq qozonganlarning mahbiyati nada? Vaqt ko'z qarashi, qimmat qarashi, ideyasi ro'y qanday? Men bu yerda bir narsani bayqab qoldim. Ularningki birinchi bo'lib boylik ko'z qarash qat'iy o'xshamaydi. Ammo sizlarga bir savol qo'ymoqchi, boylik degan zot qanday bo'ladi? Sizning nazaringizda boylik degan zot nima? Siz nimani boylik deb qaraysiz? Javob berdigan bormi? Javob bera olsanglar mening so'g'itim bormi? Sal turib tushgan vaqtida nutq topilmaslar berdigan. Sizda. Jiqpol. Jiqpol. Yaxshi, o'tiring, Yana bormi o'xshamaydigan ko'z qarash bormi? Siz. Turmushimiz kapolat ega bo'lgan xizmat yoki bo'lmasa chiqish yo'limizni topadigan yo'l. Yaxshi, bir fursat yoki yo'l demoqchi shundaymi? Yaxshi o'tirdi. Endi bu yerda boylik degan vaqtda nurg'on odamlar shu ko'radigan narsani birinchi o'rin qo'ydi. Moddiy jihatdagi oltin, kumush, pul shundaymi? Yo bo'lmasa uy, mashina, dacha degandek. Lekin bizniki shu futuq qozonganlarniki boylik ko'z qarash qat'iy o'xshamaydi. Boylik amaliyot ikki xil bo'ladi. Birisi shakllik boylik, yana birisi shaklsiz boylik. Endi bu yerda sizlar qiziqarli bir reallikni so'zlaymiz. U qaysi degan vaqtda iqtisod ilmidagi cho'kimtanlik effekt deydigan bir narsa bor. Masalan, bir odam ayolni ilib, 2 bolasini ilib kinoxonaga bordi. 4 tal bilan setib oldi. 3 qirliq kino ko'rmoqchida bu. 50 yuandan qancha yuan bo'ladi? 200 yuan. 200 yuan olgandan keyin yarim soat kino ko'rdi. Yarim soatdan keyin kino qat'iy qizim edi. Intayin bir o'ylamagandek chiqib qoldi bu. Ammo shunday ahvolda siz agar shu odam bo'lsangiz qanday qilasiz? Chidab o'tirib ko'rib o'tamsiz yoki bo'lmasa voz kechamsiz? Chidab o'tirganlar qo'lni ko'taringlar. Ko'rib baqay. Chidab o'tirganlar 200 ko'yin to'ldim men debchi. Yaxshi qo'lni tushirib oldi. Endi men voz kechganlarchi? Yaxshi. Ishkil tarafga rahmat. Bu yerda endi jamiyat qarasanglar, amaliyotda 10% odam voz kechidi. 90% odam 100 tirani kelgan vaqtda shu reallik o'ltirdi. Nemishqa chidaydi? Nemishqa 200 yanning mardin kechamigashga. Lekin bu yerda 200 yanning mardin kechamaganligi uchun u texmi ko'p ziyonga duchor bo'lish mumkin. Bo'lib 10% aylik kishilar nemish voz kechadi degan vaqtda ular garchi o'tmishdagi ma'lum bir xato qarorning o'disidan chiqmagan bo'lsin, uning mardin kechib turib, olibrin cho'kib ketdi bu pul. Shunda qaytib kelamkanmanda. Kelmaydi. Lekin biz o'tmishdagi qaror sababidan hozir ta'sir qilsak bo'lmaydi. Bu eng cho'ng xatolikmish shu. Shunga aylik 10% odam bayam voz kechadiganlar intayin aql kishilar bo'lib hisoblanadi. Nemishqa desak, ular 200 yanni qaytarib kelamizmi? Lekin 2 soatlik vaqtini qaytarib keladi. Mana bu aylik 20% utuq qozonganlarniki boylik ko'z qarashi. Shunga boylik biz o'ylagandek faqat pul bo'lmaydi. Nima bo'ldi ekan? Vaqt kapitali eng muhim boylik. Shunga biz chidab o'ltirgan vaqtimizda 2 soat vaqt isrof bo'ladi. 2 soat hissiyot isrof bo'ladi. Aql isrof bo'ladi. Kayfiyat buziladi. Badanmi ma'lum darajada ziyon uchirishi mumkin. Kayfiyat ochiqlansa ziyon qiladi emas. Shunga bu yerdagi muhim masala nima deganda, biz chuqur boylikqa bo'lgan tushunchani to'g'rilashimiz kerak. Endi sizcha vaqt boylikmi? Boylik deysizlar, shundaqmi? Endi bizning iqtisod ilmida boylikning chuqur yaratilish, foydalanish, uni hayot qoldirish, uning qiymatini oshirish, boshqalarga qoldirishdek umri bo'ladi. Lekin siz umringizda vaqt kapitalini yoki vaqt boyligini mana shunday
Sizga berildi bu narsa shundoq amaliyotda. Lekin bundan foydalanish to'g'riliq yoki hisobot qilib baxtingizmi yo'q? Bak oz. Men xuddi yuqori degandek faqat 3% odam vaqtning hisobotini qilib baxdi. Endi boylikning hisobotini qilganda boylik bo'ladi. Hisobot qilinmagan boylik keraksiz bo'lib qoladi. Shundaqmi deyman? Ham bunday ahvolda biz hozir hisobot so'rab baxsak bo'ladi. Birinchi bo'lib, siz vaqt boylik deb qaraysiz. Vaqtni qadrlamsiz? Ha? Qadrlaysizlar shundaqmi? Ben birinchi savolni so'rab boqayam, sen bir savolni. Qo'lda soat daqiqalar qo'lini ko'tarib qo'yganlar bor. 30%, ha? 30%. Yaxshi qo'l tushirib oldi. Bu birinchi oddiy savol. Ikkinchisi nima degan vaqtda, biz texi 1 yil burun 1 yilda qancha soatning borligini bildik. Qancha soat bor? Bilmaydiganlar bor o'xshaydi, ha? 8760 soat. Buni kim deb berdi bizga? Nurali ablangiz deb berdi. Şu kitap çıkıştan burun köp kısım kişiler 1 yılda qancha soatning borligini hisobotni qanday qilib baxmagan shundaqmi? Demak, hisobotni qilmagan boylik biz uchun qanday bo'ladi asosiyatdan? Qadrsiz bo'ladi. Endi bir kecha kunduz qancha soat bor? 24 soat. Qancha minut bor? Yana jim. Qancha sekund bor? Bir sotkada qancha minut bor? Qancha sekund bor? Mana hisobotni qilib baxqali bormi? Yana yo'q. Buni men tushuntirdim. Hisobotni qilmagan boylik qadrsiz yoki axlat deyiladi. Shunga bir kecha kunduz 24 soat buni kichik bolam biladi. Lekin qancha minut? 1440 minut. Ko'p aytganlar bor, telefonni chiqarib surat shundaqmi? 1440 minut. Qancha sekund bor? 86400 sekund bor. Bu vaqtda ham bir qiziqarli bir misol so'zlaymiz. Bir chashqan oziq izlab bir ambarga kirdi. Egiz bir qutdan bug'doy tepib oladi bu endi. O'zini tashlab, yeb-yetib, uxlab, eng oxiri vaqtning o'tishi bilan bug'doy qanday bo'ladi? Azlab tugaydi. O bir vaqtda beshini ko'tarsa, bu kupning eg'izi allaburun qandaq intayin egizli qolgan. Bu chiqay debmi? Chiqolmaydi, ochlikdan o'lib ketadi. Amaliyotda o'ltagan barliq qarindoshlar yoki mush vaqt kapitali berilgan barliq insonlar chashqanga o'xshash. Nemishqa bizga o'xshash har kuni 86400 tal bug'doy berildi. Shundaqmi? Lekin buni siz qanday qilyapsiz? Iste'mol qilyapsizmi yoki mablag' soldingizmi? Chunki iqtisod ilmida chiqim ikki xil. Birisi chiqidi, qaytib kelmaydi. Birisi chiqidi, ko'payib qaytib keldi. Endi biz cho'qim chashqanga o'xshash uni yeb yetib o'tlasak, uni qanday qilib hisoblaymiz deganda, iste'mol qilib hisoblaymiz. To'g'risi qaysi? Mablag' silib uning qiymatini oshirish kerak. Mayli dunyoviy birinchi cho'ngboy Zara'ning xo'jayini bo'lsin, Buffett bo'lsin, Bill Gates bo'lsin, Osiyodagi birinchi cho'ngboy birinchisi Li Jiaqing yoki Maoyun bo'lsin, ularga bergan vaqtni o'xshash qancha soat? 24 soat. Sizgacha? 24 soat. Endi shu og'irini voysab yurayotgan bir nomrod kishiga bergan vaqt qancha soat? O'xshash 24 soat. Ham farq nerede ko'rildi? Shu bergan boylikni nimaga sarf qilishda. Men bu yerda bir hikmatni xuloslagan. Odam nimaga berilsa, shuningda yetiladi. Ya'ni vaqtni nimaga bersa, shu soat qanday bo'ldi? Yetilib mangadi. Endi bizga vaqtni o'rtaq berdi. Hamma odam o'xshash, farq yo'q. Mushu vaqtga bo'lgan muomala sizning hayotingizni qanday qiladi? O'zgartirdi. Vaqtga biz qancha sexiylik qilsak, hayot bizga shuncha bexillik qiladi. Mana sizlar anglagan hikmat ma'u. Burundilla bor. Endi men oxir sizlarga vaqt boshqarish maharati to'g'riliq ozroq tushuncha beray. Vaqt boshqarish maharati. Buning ichida birinchisi bilan tavsiya qilganim cho'qim har kunlik plan bo'lish kerak. Bizda bunda bir maqol tamsil bor. Kunning ishi sahardan deydigan. Ben bunu azroq isloh qilib qo'ydim. Kunning ishi cho'qim sahardan emas, oldin kuni kechdan boshlanish kerak. Shundaqmi deymi? Chunki biz saharda boshlab ketsak, plan yo'q-da bizda. Chatoq chiqadi bu yerda. Shunga cho'qim kundulik ishni oldin kuni kechda qilish kerak. Plan qilamiz. Erta mening qanchalik ishim bor, buni cho'qim yozamiz. Shunga bu yerdagi muhim mahorat nima deganda, siz erta qildigan ishingiz zodi qanchalik ish bor? 10 ming yoki 15 ming, 20 ming. Buni bir tizib bo'lgandan keyin cho'qim ularga biz ham nima qilamiz? Ikki o'lcham bo'yicha nomer qo'ysiz. Muhimlik va ciddiylik. İşler ikki xil bo'ladi. Ya muhim, ya ciddi bo'ladi. Ama bu yerda bir muallim bir sinaq qilgan. Tash, sheg'il, qum, suv, tuqum orqali vaqt boshqarish intayin muhim shu. Nurg'unlarning vaqt nimish yetmaydi. Nimish qoldirish yurysizlar. Chunki sizning kuninglar asosiyatni suv bilan, qum bilan o'tadi. Asl to'g'risi qaysi degan vaqtda tash hammadan muhim. Chunki bir chelakka biz avval suvni qo'ysak, uning qum qo'yish tas, shundaqmi? Ham qum qo'ysak, suvni qo'ya olasiz, lekin sheg'ilni qo'yamaysiz. Ham sheg'ilni qo'ysangiz, qum qo'ya olasiz. Lekin toshni qo'ygan vaqtingizda yo'g'on toshlarni, sheg'ilmi kirdi, qummi kirdi, suvmi kirdi. Bu vaqt uning kirdigan narsaning turi ko'proq bo'ladi. Bu
Bu yerdagi tosh nima deganda, sizning shu ayt qildigan ishingiz ichidagi eng jiddiy ham eng muhim ishni ko'rsatdi. Buni chuqur birinchi o'rin qo'yish kerak. Onun kendince şeğil şu. Qaysi ikkinchi o'rin turadigan muhim lekin jiddiy emas ish. Nurg'ullarimiz shu muhim ish, jiddiy emas ishni tashlab qo'ymasdan o'rganish qilish dal shunga o'xshaydi. Nurg'ullarning imtihonga barat qolgan ish qilsa shunday qadaymi? Asli u muhim lekin jiddiy emas ishdi. Biz endi uni jiddiy qilmaganligimiz uchun qanday bo'ladi endi u? Asta-asta muhim ham jiddiy aylanib sizin degan vayron qo'yadi-ku, 3 kun qolgan vaqtida, kecha kunduz uxlamay, qahva ichib yurisiz endi. Asli to'g'risi qaysi? Texi jiddiy emas vaqtda. Muhim vaqtda uni bir taraf qilib etsak, u jiddiy bo'lmaydi, ya'ni-chi, eng oxirgi imtihondan biz yaxshi o'talaymiz. Shunlashqa siz birinchi qildigan ishingiz tizimlik, ikkinchisi muhim va jiddiylik bo'yicha tartib qo'yamiz. Birinchisi qaysi? Muhim va jiddiy ish. Ikkinchisi muhim lekin jiddiy emas ish. Uchinchi ish eng ko'p sizni ovar qiladi. Jiddiy lekin muhim emas ish. Tuyuqsiz telefon kelib qoladigan, birisi kelib qoladigan, bular muhim emas, lekin qanday desangiz jiddiy ishlar. Sizning eng vaqtingiz o'laydigan mush shu. Endi ko'p qismmish yoshlardan bu ahvol nima desak, jiddiymi emas? To'rtinchisi qaysi? Muhim bo'lmagan ishlarga bakarak berilib qolganlar yo'q emas. Masalan, ziyofat, yig'ilish, o'yin tomosh, mushlar nima kirdi? Jiddiymi emas bu? Muhimmi? Muhim emas. Shu bunday ahvol qanday qilish kerak ekan? Cho'qim sizning qildigan ishingiz vaqt boshqarishda shu 4 prinsip amal qilishingiz kerak. Ondan hayotimizda ikki ish bor, yoshlar. Birinchisi zarur ish, ikkinchisi huzur ish. 80% odam huzur ishga berilib ketadi. Chunki odam kallasi asa ishlarga amroq bo'ladi. Sen kino ko'radigan, shundaqmi? Bozorga chiqadigan, beka o'tirib paransildigan ishlarimiz qo'shaqadi. Lekin bular qanday qilsangiz, huzur ish. Lekin bu sizga qanday qiladi? Ziyon keltiradi. To'g'risi qaysi? Zarur ishni birinchi o'rin qo'yish kerak. Ama qanday ishlar zarur bo'ladi? Sizning hayotlik nishoningizga, qimmat qarashingizga yoki bo'lmasa xizmat, o'rganish planingizga munosabat bo'lsa, zarur ish bo'lmasa-chu, sizni ko'nglingizni xush qiladigan, lekin siz hech qanday bir iqtisodiy va ijtimoiy qimmat bermaydigan narsani deymiz. Biz hamda huzur ish deb qo'yamiz. Asosan mush vafodorlik va oilaga hamroh bo'lishdan boshqa ishlarda siz agar ya bir narsa o'rganmayotgan bo'lsangiz yoki pul topmayotgan bo'lsangiz, vaqtingiz nima bo'lgan bo'ladi? Iste'mol qilingan bo'ladi. Iste'mol qilingan vaqt qanday qilmaydi? Sizga hech qanday qimmat yaratmaydi. Aksicha u ketadi, mangu qaytib kelmaydi. Shuni sizlarga tavsiya, chuqur qanday qilish kerak? Vaqtni mablag' silish kerak. Ikki ish esinglarda bo'lsin. Ya o'rganish qilish kerak, ya pul tepish kerak. Endi sizlarning vazifangiz nima? O'qish kerak. O'rganishning o'zi nimaki amaliyotda? Mablag' sog'anlik bo'ladi. Shuni bu dunyoda mangu ziyon chiqmaydigan ikki mablag' bor deb qaraldi. Birisi o'rganish sog'an mablag', ikkinchisi sog'lomlik sog'an mablag'. Bulardan mangu ziyon chiqmaydi. Lekin qolganlardan ham ko'ngil xo'sh bo'ladi. Eng oxirsida sizga hamda pushaymon keladigan gap. Shunga bu yerdagi muhim masala, bayam degandek, birinchi mahorat, muhimlik va jiddiylik. Hamda ikkinchisi qaysi degan vaqtda men yuqorida sizlarga degan 2-8 prinsip bo'yicha vaqt boshqarishga tushadigan prinsip bu. Sizning har kuni qildigan ishingiz 10 bo'lgan bilan, sizning shu bir kunlik qimmatingizni oshiradigan ishingiz 2 yo 3 bo'lmaydi, jiq emas. Bu ishning soni oz bo'ladi, lekin siz etiladigan foydasi 80% bo'ladi. Lekin sizning vaqtingizni jiq qoladigan, bir kun isrof qilib, eng oxirsida ishimiz qilolmaydigan vaqtingiz shu degan vaqt. Ish soni ko'p bo'ladi, yaratilgan qimmati intayin tuvan bo'ladi. Bu dal biz sizlarga yuqoridan dedik, hozirm dedik, 2-8 nazariyasi. Shuni sizning qildigan ishingiz birinchi bo'lib cho'qim mening ata soni oz bo'lsa-mu, lekin men uchun 80% qimmat yaratib beradigan ish soati qaysi? Buni qanday qilish kerak? Birinchi o'rin qo'yish kerak. Buni hal qilib bo'lgandan keyin qaysisiga o'tasiz? Ikkinchisiga o'tasiz. O'nning ichida tanlagan ishning ichidagi eng muhimdir shu. Biz buni odatda ABC deb qo'yamiz. A eng muhim ish, B o'rta hol, C bo'lsa arzimas ish qaratilgan. Sizlar cho'qim vaqtni yengishinglar kerak. Hozirgi davrdagi yengayotgan, utuq qozongan korxonachilar hammasi vaqtni yenganlar. Qanday bo'lsa vaqt yenga hisoblandi. İnsanlar tarixdan beri vaqt tonini bo'sib o'tish to'g'riliq izlayotdi. Mashinalarni yasab, time machine degan narsalar shundaqmi? Maqsad nima desa, ikki narsa. Birisi o'tmish qayta olsak, ikkinchisi kelgusiga bora olsak. Ikkilisida qanday foyda bor degan vaqt agar o'tmish qayta olsak, biz kelgusini kelga hisoblaymiz, shundaqmi? Nurg'ulgan uchurdan foydalanib siz boy bo'lasiz. Endi agar biz kelgusiga bora olsakchi, masalan, yana o'xshash qanday o'g'il bo'ladi? Boshqalar egallamagan uchurni, bozorni egallab, biz qaytib kelib shu turga berilsak, biz shu rayondagi eng utuq qozongan odamga aylanamiz. Moyun dal shuning dalili. Moyun amaliyotda kelgusiga bog'an odam. Hozirgi uchur davrda kelgusiga bog'liq bo'ladi qarindoshlar. Buning ishonsanglar bo'ladi.
To'rdan foydalanish, sayohat qilib, ko'rish orqali, uchur qubullash orqali biz tiq kamiga uchurni qubullay olishning o'zi nima desangiz, kelgusiga bag'aliq hisoblandi. Chunki iqtisod ilmida mundaq bir nazariya bor. Iqtisodiy vaqt haqida deydigan. Ya'ni Amerikada bo'lgan yangilik cho'qim bir kuni Jungoga keladi. Jungoda bo'lgani cho'qim Xinjiang keladi. Onun kendince Ürümçi, Tövenki rayonlarga taqildi. Lekin mushu narsaning bizga kelishiga nima ketadi? Vaqt ketadi. Demak, rayon paq keltirib chiqargan vaqt paqi. Vaqt paq keltirib chiqargan ideya ang paqi. Ideya ang paq keltirib chiqargan yanchiq paqini biz deymiz deganda iqtisodiy vaqt paqi deymiz. Demak, biz bir rayonda yashaganligimiz uchun ba'zida ideya jati qana qilamiz. Kayinda qilamiz. Ideya kayinda qolsa, kayinda qoladi ekan? Ha? Ya pul kayinda qoldi qo'sh shu hamda. Şuna mayın 15 yıl burunlam qanday qilgan desanglar, texi Jungoda tor endi shakllanib, torxona paydo bo'lganda, Amerikada alla burun tor so'z paydo bo'lib qolgan shundaqmi? U oldin ko'rib yetgan ingliz tili bak yomon bo'lganligi uchun. O ingliz tili kasbida qo'yilgan o'qituvchi o intayin mayir. Şun qubulladi, anda istiqbolni ko'rdi. Shu so'da andisini cho'qim Jungoda keyin taraqqilib deb ko'z yetdi. 15 yil izlandi. Hozir qarab yiqinglar. Hozir Osiyo bo'yicha birinchi cho'ng boy yaqinlashdi. Onun növbətdəki məbləği yılının başında qançalik? 150 milyard. Bu zada qançalik pul əmdi? Bir adam to'g'ilib kuniga lotereya setib olsa, setib olgan kundan boshlab 5 million chiqsa, u da 82 yil chiqsa, ma'qul deb bo'ldi ekan. Ba'zilar deyish mumkin, vaqtni pul setib olib bo'ladi. Masalan, siz Xotanga poyezdda bering, aeroplanda bering. Farqi bormi yo'q? Demak, pulingiz bo'lsa qanday qilsiz? Boshqalar 15 soat boshqa yo'lni bosmaysiz, 2 soatni bossiz, 14 soatni qanday qildi, 13 soatni setib olib bo'ldi. Demak, mayun qanday qildi hozir desangiz, 15 yil vaqt sarf qilib, bir odamning bir umr 5 million chiqadigan umrini setib olganga barobar hayot ega bo'ldi. Shu menimcha odamning nishoni nima deyapti, chuqum uning vaqtininki bahosini o'stirish bo'lish kerak. Sizning bir kuningizning bahosi qancha? Uyingizning bahosi qancha? Am burun yillik maosh oldiganlar, hozir oylikchilar xil faxrlandi ekan. Hozir oylikchilar faxrlanish modni qilib qoldi. Hozir haftalik, soatlik bo'lsa-chi, minutiga kirsa, sizniki qanday bo'ldi ekan? Vaqtingizning bahosi o'smoqdan kelib. Am mayonga sekund to'pli kirib turdi. Shundaydi? So'da bo'lmaydigan ahvol yo'q asosiyatning to'g'rida. Shu o'ninga sekund to'pli kirdi. Shu qarindoshlar, biz birinchi tilni yaxshi bilishimiz kerak. Til bilsak, biz ilg'or davlatlarningki ilg'or texnikasini qanday qilamiz? Birinchi qo'l materialni erisha olamiz. Xuddi biz hozir yaxshi ko'rib o'qiyotgan bir kitob bor. Dunyodagi eng ulug' mal soqquchi. Bilasizlarmi? Bu kitobni biz o'qiyotganda hamda 5 yil bo'lmadi. Bak yaxshi deb ko'ryapmiz, lekin bu kitob chiqqanlar amaliyotda 50 yil bo'lgan kitob. Qaranglar. Tarjima qilinish surati masalasi shundami? Agar siz bevos til bilsangiz, shu qanday bo'lgan siz boshqalardan eshitmaganda 40 yil burun yashagan hisoblanasiz. Shu birinchi til bilish, ikkinchisi to'rdan yaxshi foydalanib, kino, naqshiga bakarak vaqt sarf qilmay nima qilish kerak? Ko'p vaqtni o'zingizning kasbiga doir uchur, yangilanishni, yuzilanishni qabullashingiz kerak. Bunun o'zi nima bo'lgan? Kelgusiga bog'liq hisoblandi. Shu hozirgi mush davrimizda atrof qarasak, biz bilan tang yashayotgan, lekin ideyasiga qarasangiz 50 yil burun yashayotgan bilan bog' deb qaraymiz. Bog'. Ham bizdan 30 yil burun yashayotgan kishilarni bog' deb qaraymiz. Nimishqa? Chunki ideyasi qandaq? Bevosita qubullagan ideya ilg'or bo'lg'achqa, ular bizdan burun yashayotgan bo'ldi, burunni ko'rib mangadi. O'ltag'anlar cho'qim shuning asosiga kirdigan yoshlar bu kitob qaraymiz. Shunga vaqtinglar yetsa, cho'qim vaqtinglarniki shu bahos to'g'riliq bo'lish bilan mening bir yilning qiymati qanchalik? Buni sizlarni iqtisodda hisoblamaysizlar, o'rgangan narsani bilan hisoblaysizlar. Kunda cho'qim bir narsa o'rganish kerak. Hamda ikkinchi tavsiyam bizda hamda shu vaqt, iqtisod, zehn boyligini sarf qilish sohasi o'xshamaydi. Men yaqinqi 10 yildan beri tutayotgan yo'lim, men o'zimning vaqtini, iqtisodni faqat 3 o'rin qashashni muhim o'rin qo'ydim, sarf qilishni. Birinchisi, buni men nereden ko'rgan deganda, shu Yevropalardan ko'rganman. Bizniki ilg'or ideyaliklar xil bog'i. Birinchisi, kitob setib oladi. Qo'lishgan narsangiz pul topish iqtidorini qanday oshirishni qanday qilamiz? Bir umr qo'lish kerak. Shuni o'rganish menga oxirlashmaydi. Ikkinchisi nima degan vaqtda chiniqish sohasiga silish. Chiniqish markazlariga boradi, chiniqish uskunalarini setib oladi, shuningga yoriq mas bo'lgan material setib oladi. O nima ekan? Bu mablag' kirdamdi. Chunki bir odamningki bir umr yiqqan iqtisodining 80% umrining oxirgi 2 yilda tugaydi. Bu pul nima bordi? Doktorxonaga bordi. Shu qanday qilish kerak ekan? Sog'lomlikni qurbon qilib o'tib, pul topish bu nima kirdamda? Ahmoqlik kirdi. Shunga birinchi pul topdingiz, vaqtingizni cho'qim kitob o'qish sarf qiling. Ikkinchisi shu,
chiniqish va badanni asrashga sarf qilamiz. Uchinchisi ham qanday qilamiz? Sayohat qilamiz. Sayohatning o'zi nima desak, albatta sizning turgan muhitingizni uy desak, sayohat qilgan o'rinni bozor deymiz. Nurg'un ahvollarda sizlarningki uydagi hisobotinglar qanaqa qilmaydi? Bozorga to'g'ri kelmaydi. Shuni yoshlarga tavsiya, sizlar o'qiyapsizlar. Maktabni bir bozor demaymiz, uni uy deymiz. Agar siz 5 yil maktabdan chiqmay, bozorni tushunmagan vaqtingizda allburun bozorning ehtiyojini tushib qolgan hisoblanasiz. Shuni men shuni tavsiya qilib o'tgandim. O'quvchilar maktabga kelgandan boshlab cho'qim shanba yoki arom kunlarini bir butun maktabda, bir butun nada bo'lish kerak. Jamiyatga chiqib, shirkat, korxonalarni yuzinishini tushunmasa, uydagi hisobot nega to'g'ri kelmaydi? Bozorga to'g'ri kelmaydi. Sizni hech kim qabul qilmaydi. Shuni sizlarga tavsiyamiz, bir haftada qancha soat bor deganda 168 soat vaqt bor. Buni biz bo'lib chiqarsak, uxlaydigan vaqtimiz 8 soatdan qancha bo'ldi? 56 soat. Endi 3 soat kuniga tomoq yesak, aram olsak qancha ketadi? 21 soat. Qilib qolgan vaqtimiz qancha? 91. Buni biz 7 ga bo'lib olsak, kuniga 13 soat vaqtimiz bor. Mushu vaqtni hisobot qana qilish kerak? Har kuni qilib turishingiz kerak. Shuni sizlarga tavsiya, bir kunni cho'qim 2 ga yoki 1 ga bo'lmanglar. Aram, xizmat, yana birisi shu, o'rganish. Uchisidan mangsa, bayon men tavsiya qilgan 3 mablag' sizga ergishib mangsa, mening siz umringizning oxirida cho'qim mayliqi oz sondagi utuq qozongan qancha bir soat odamga 21 soat odamga kira olasiz. Rahmat amsa. Vaqt haqida cho'nqur fikrlarni oldik. Tövəndən 3 sual çıxdı. Bir sual cavab verilib bo'lgan savolga. Sizning mushu vaqtni bekor o'tkazib pushaymon qilgan vaqtingiz bo'lganmi deydi? Bu savol yaxshi savol ekan. Bir qism vaqtlarim bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, maxsus biroz kelib paranlash qildi yoki bo'lmasa muhim maslahat qilmoqchi bo'ldi. Lekin maslahat sog'uchininki ifodalash surati bak ost bo'lganligi uchun ma'lum vaqt isrof bo'lgan vaqtlarimda ichim tutildab qoladi. Chunki Balzac degan vaqtni bekor o'tayotgan ichitiladigan odam aqlli odam deganchi. Chunki vaqt ketdi kelmaydi emasmi? Mushu xil vaqt bor. Mening bayam degan demoqchi bo'ldim. Sizning nazaringizda mush bekor vaqt qanday qaraysiz deganda, menimcha nuqul holatda o'rganish, pul tepish bo'lmaydi. Bizning mush iqtisod ilmida so'zlaymiz, huzur karti deb. Vaqtingizni cho'qim huzurga berishingiz kerak. Masalan, sayohat qilib olish, uxlab olish, musiqa anglab olish, kino ko'rib olish. Shu vaqtda o'zingiz bir mukofotlarga hisoblanasiz. Yuqori degandek to'xtovsiz 24 soat ish o'rinlashtirib, yerib o'rgangan vaqtingiz ortiq chiqmaydi. Tirishgan sira olasiz, chunki mukofot yo'q-da sizga. Shuna sizlarga men tavsiya, xizmat chiqqandan keyin shunday hozirmi shunday oyda, yilda baraqatdan o'zingizni mukofotlaysizlar. Bir narsa epirib, yaxshi ko'radigan narsani ilib bilib, yo bo'lmasa birak o'zingizni qo'yib o'tib, u nima degan vaqtda orom olishni bilgan odam energiya to'plab, texnik uzunga mangadigan mashinaga o'xshash armoyma oladi. Yana bir savolga, siz kuniga necha soat uxlaysiz debdi? Men odatda ham shu kuniga kecha soat 11 da cho'qim uxlayman, normal ahvolda. Anda 6 soat 6 turma. 7 soat bilamda? 7 soat. 7 soat. Ba'zi vaqtlarda 12 da uxlayman, 4 turadigan vaqtlarim bor, jiddiy tarbiyalash vaqtlarim bor. Chunki bu 4 soat vaqt odam uchun intayin muhim. Bio soatga bak mos keladi. Yurak, jigar, o'pka hammasining vaqt emasmi? Mush 4 soatni qo'ldan bermasak ham, suhbat kepillik qilsak, qolgan 20 soatda nimalar qilib ketsak, yana armaymiz. Suhbat muhim, son muhim emas uyquda. Assalomu alaykum ma'lum yaxshimisiz? Mening ismim Nijat Yasin. Men bir tarafdan oliy maktabdagi o'qishimni davomlashtirgach, ham bir tarafdan Raftar So'jek shirkatini qurib, elektronlik savdo bilan shug'ullanayotgan 1 yilga yaqin vaqt bo'ldi. Hamda mush jarayonlarda sizdan so'ralgan savolim ma o'xshash mushtaq oliy maktabda turib igilikliklarga o'quvchilar bir kundagi o'rganish va pul tepishdan iborat 2 mablag' selish turi oldida o'zining vaqtini qanday o'rinlashtirishi, qanday planlash kerak? Mushton bir javob bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat. Bundan da yuqori degandek, shu oldingi kuni kechda plan qilamizda, erta o'rganish soatimiz qanchalik? Bu sizning hamda turaqli vaqtingizda bu vaqtda hech qanday bir ish o'rlashtirib bo'lmaydi, shundaqmi? Buningga hamda siz muqim dars qatnashsiz. Ondan keyin o'rganish vaqtingiz o'zingizning planni bo'ldi. Ondan keyin erta qiladigan shirkatning ishi zoti qaysi? Buning ichida o'zingiz chuqum qilmasangiz bo'lmaydigan qaysi? Ondan keyindan siz qilmasangiz lekin boshqalar havola qilsin bo'ldigani qaysi? Bularni bekitib bo'lgandan keyin
bu yuqori degandek muhim bo'lmagan, lekin jiddiy emas ishlarni keyinga sursak yoki voz kechsak bo'laveradi. Shuning eng to'g'risi qaysi degan vaqt boshqarishda siz har kunlik ishingizda cho'ngingizda cho'qim eng muhim bo'lgan bir ha bo'lish kerak. Ha shakllangan vaqtda boshqalarga yo'q degili bo'ladi. Bizlik eng cho'ng xatolik ma'quljon bak ko'p bizda. Shu ma'quljon ko'p bo'lganligi uchun birla ma'qul dedingiz, boshqalniki shu ishiniki hamda quloq aylanib qolsa degan. Siz ko'pincha vaqtlarda xizmat aldirashchiq bilan o'tadi ekansiz. Hatto kashliklarimi turlar dars so'zlaydi ekansiz. Siz mushtaq aldirashchiqlardan charchamamsiz, charchash his qilmamsiz? Mushimizga so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Yaxshi savol bo'ldi. Hamda yuqorida siz degandek, vaqt boshqarishning maqsadi nima deganda, har bir kunni zish o'rlashtirish emas asli. Tuvan tannarx bilan yuqori unumga erishish. Amaliyotda men intayin vaqtim kantasha odam deb qarayman. Nima qilsak, men shu o'tgan yil 11-oygacha xizmatda bo'ldim. 11-oydan boshlab men xizmatdan chekindim. O'zim shirkat qurib, hozir tarbiyalash qilyapman. Mening bir oyda muqim ishlaydigan vaqtim 8 kun. Bu 8 kunda men besib 2 kundan 4 hafta, 8 kun bo'ldi-ku. Aş 4 ders so'zlayman, boshqa haftalarda oraliqda 2 kun, 3 kun sirtda tarbiyalashni yaparman. Boshqa vaqtlarim asosiyatda meniki sayohat qilish, muzika anglash, o'zini yozish, kino ko'rish, cho'nglarni yo'qlash, mana shunday ma'noda. Qarmoqqa shunday zishdak tuyg'u berman, lekin men intayin bekorchi desam bo'ldi. Siz bayatdan yillik yoshlarning vaqtni boshqarish martiyamda vaqtni unumli foydalanish haqida nurg'un soatlarni so'zlab o'tdingiz. Mening kasbim shu boshlang'ich maktab ma'rifiy. Bu yil oliy maktabning 4-yiliga chiqdim. Shu maktabning o'rlashtirish hamda o'zimizning kasbning ehtiyoji bilan bizni bir praktikaga o'rlashtirdi-ku. Men shu o'zimning kichik vaqtda o'qigan boshlang'ich maktabga berib praktika qildim. Shu jarayonda ota-onalar suhbat yig'inish jarayonida ota-onalar mendan bolalarni qanaqa qilgan chaqda tek yaxshi takror qilg'ili qanday vaqtda topshiriq ishlasak yaxshi bo'ldi degandek masalalarni so'rdi-ku. Ham sizningcha ota-onalar o'zining vaqtini qanday o'rlashtirsa hamda o'zining vaqtini qanday unumli foydalanganda bolalarga vaqtni yaxshi unumli foydalanish hamda vaqtni boshqarish jihatda ulgu bo'ldi. Endi bu yerda bizning shu farzand tarbiyasi to'g'riliq savol ekan-ku bu, ha? Ham tarbiyada asosli unum yuqoriroq bo'lgan unsiz tarbiya deyildi, badan tarbiyasi. Nurg'unlar ota-onalar shu og'zaki tarbiyaga bak usta, lekin o'zining amaliyotida o'zi televizor ko'rdi, yo bo'lmasa telefon qarab o'tirdi, lekin o'zi o'rganish qilmaydi. Shu menimcha shu ota-onalar bolalarga tarbiya qilishdan burun cho'qim o'zining shu kundalik xizmatini sirt o'rganish qilayotgan oldin ularga ko'zib turish kerak deb qaraymiz. Ular qancha ko'p o'rgansa, onun keyin ular o'rgan demasam cho'qim u yuqumlanadigan gap. Yoki bo'lmasa shu xizmat vaqtlariga bilan olib borib, pul topishning unchalik oson emasligi. His qildirgan vaqtda, biz ishlamasak, o'rganmasak, cho'ng bo'lgan vaqtda osh qoldi ekanmiz degan tuyg'u kelmaguncha, bolalarni qancha o'rgan desa, xuddi ota-onasi o'rganib bergandek, ular o'rganish qilmaydigan gap. Yana birisi ham bolalarni cho'qim o'rganishniki kayfiyat masalasi bo'ladi. Ba'zilar oqshom o'rganish ustroq ham, ba'zilar saharda ustroq. Shuni bayqab chiqib, ularga yo o'qib berish, yoki anglatish, yoki harakat qo'shib o'rgatish usullarini yoki o'yinga birlashtirish orqali men shu o'rganishga qiziqtirmasa, zo'rlangan o'rganishning hech qanday unum bo'lmaydi, aksicha badanga ziyon bo'ldi deb isbotlandi hozir. Sizning yuqoridagi bayoningizni anglab, endi sizdan bunday bir savol so'rasam, ya'ni hozirgi jamiyatimizdagi yoshlarda mana shu vaqt o'rlashtirish jihatdan qanday bir masala saqlanadi, mushchat tushunchangizni bergan bo'lsangiz. Ham bu yerdagi birinchi muhim nuqta shu vaqtni boylik deb qaramaslik masalasi intayin yig'ir. Ham nima ish bo'ladi, vaqt boylik deb qaramaydi yoki bo'lmasa vaqtni qadrlamaydi degan vaqtda vaqtni o'g'irlaydigan narsalar bak ko'p ekan. Birinchisi nishon yo'q. Bu ham degandagi nishon yo'qda ota-onasi tayyor bo'lganligi uchun turmushda ular ota-onam bor deb nishonsiz tirishmaydigan gap. Agar ota-onasidan so'ragan vaqtda biz boymi deganda yo'q, men boy, sen boy emas degan chog'da bu o'xshamaydi endi. Mening boylig'im bor deb nishon shakllanadi. Shu yoshlikda ko'rayotgan birinchi cho'ng masala nishonsizlik. Ikkinchisi nima degan vaqt nishon bekitib bo'lgandan keyin ijro qilmay so'rash. Chunki so'ralmalikni hamda biz sotma-kash kiyib olib musobaqaga tushgan deb qaraymiz. Bu maynimi desaydi, tormozni desaydigan gap. Bu intayin vaqt isrof qiladigan eng cho'ng ig'ir masala. Uchinchisi ishkilnish, ya'ni ijro qilmay ishkilnish masalasi. Yana birisi bayam deganda ko'ngilchaklik qilib, atalmish do'stlarga eng yaqinlarga vaqtni ko'p berib o'tish. Bir o'qigan bir maqolada sizlar anglagan bo'lishingiz mumkin. Yevropadagi do'stlik qat'iy bizga o'xshab qolmaydi ekan. Ular do'stining vaqtini o'g'irlamaydi ekanda,
Yillab görüşmeydi ekan. Telefonda görüşüdü ekan, lekin yilda bir qitim bir konvert avatidi ekan. Assa bütün aileге sovuq qilingan sayohatning aeroplan bileti. Do'stim berib, oilangni elib, o'yintib keldi. Ma do'st ekanda, lekin bizni qandaq bor degan vaqtida ko'p allar bizning eng yaqin do'stlarimiz, atalmish og'aylarimiz hamda shundaymi? Bizning eng qimmatli vaqtimizni qanday qiladi? O'g'irlab mangdi. Shuni men dedim, dunyoda birdan-bir qarshi ilinadigan pisiqlik vaqt pisiqligi. Chunki bu to'rt o'xshash. Hamma odamning yig'iz keldi vaqtingizni, lekin men boshqa narsaga mayli sexiy, lekin vaqtimga intayin pisiq odamman. Biroz ko'rishman desam, asosan nima ishdi deb so'rab bo'lgandan keyin to'rda deyishlar deblam. Ishni o'xshaymiz. Ko'rishga vaqt Urumchida oz degan ketirgan vaqt 20 kun ketadi. Tamoq yeyish, mingish, berish, boshini to'silish. Shu 3 soatni men oz deganda nurg'unlagan to'pqa dars so'zlab, ideya taqtalayman deb qarayman. Siz bugün sözlügen nutqunuz bana bek ta'sir qildi. Bunun içinde kunning ishi oldingi kuni kechdin deb o'tdingiz. Buni menga unutib qolmayman. Keyin balalarimga, xizmat chiqqandan keyin o'quvchilarimga mushjat yaxshi tarbiya beraman. Men vaqtni unumli boshqarishni bugun sizni o'rgandim. Endi so'rab baxsam siz kimni o'rgangan? Endi mening otam kasır uzun yillik, ham buğaltır. Demek bu hisobat bilan shug'ullanagan odamda men shu boshlang'ich oltidan boshlab shu otamga yordamlashib, hisobat ishlarini ancha-muncha yezib, kuchirab biritdim men hujjatga. Endi shu bir yuqqandan tatib, men odat men to'liq o'tirgan boshlab uydan ayrilgan. Velosipedlik shu yana bir bozorga berib o'qigan men 3 yil. Shu vaqtda bizga bir haftada 5 kun tomoq yeyish uchun tush tomoqqa 10 ko'y pul berdi. Men shu vaqtdan boshlab shu 10 ko'yning hisobotini bir qilishni boshlab ketgan, toki oliy maktab bitgacha o'zimniki ishki xotirasi bor. Shu kirim chiqim ahvolini yezib mangan. Amaliyotda bu iqtisod bir boylik puli bilan vaqtning boylik ekanda. Shunga men bu shirkatga kirib ishlab 3-yildan boshlab xodimlarga nishonning muhimligini tushuntirgan vaqtimda nishon boshqarishga agishmaydigan bir narsa bor ekan, vaqt. Shunga vaqt qiziqib qoldim. Demak, vaqt boshqarishga shu pet kirishgancha xuloslab mangdim. Demak, buning yildiz nereden keldi desek, men o'sha otamnikiga hisoblandi. Boylik ko'z qarash tiklash, hisobot qilish kerak. Vaqt to'g'riliq so'zlanayotgan ahvolda ba'zi yoshlarimiz o'ylab qolishi mumkin, bizning bu turmushdagi yashash maqsadimizda shu vaqtni ching tutib o'rganishlar bo'lsa, keyincham bu hayotimiz shunday ma'nisiz bo'lib qolmamdi deb o'ylab qolishi mumkin. Ma'lum shu haqda azroq so'zingizni qilgan bo'lsangiz deyman. İşleş vaqti uzrab ketsa, taraqqiyot deb qarayapti. Bu intayin xato ko'z qarash. Asli biz 6 kun ishlab, 1 kun orom olish emas, 2 kun ishlab 5 kun oramasak, mana biz taraqqiyot deb qaraymiz. Onun kendim boy desam shunda xato tushundik ekan bo'ladi. Pul jiq bo'lsa boy bo'ladi deb. Lekin men ishlagan 10 yillik korxonada bizning xo'jayinni ko'rib, men asli boy munda bo'ldi ekan deb qoldim. Bo'libmi yoshlar bundan keyin sizlar boy bo'laman degan vaqtingda cho'qim to'g'ri boyni bilinglar. Bizda 3 xil boy bor. Birinchisi vaqtli boy, yanchug'i namrat. Sizlar mushundan kirib qolsizlar hozir endi. Jamiyatda xiyol ko'p-ku, kunda bekor yuriydi yanchug'ida. Pul yo'q. Ikkinchisi yanchug'ida puli yo'q, vaqt yo'q. Qachonlar so'rasa, aldirashli deydigan. Bulan boyga kirmaydi. Bularni biz bechora boy deymiz. Chunki biz nima ish pul topamiz? Oila uchun, sayohat, uyg'unish, izlanish, xo'shallik uchun topamiz-da. Lekin men tövanga tushib, janoblarga bordim, neni boylar bor ekan. Yillab uyga bormaydi ekan. Nima ekan desa, pul topman deydi ekanda. Lekin pul zodi kim uchun? Şun bunun deydi ekanmiz, namrat deymiz bunu. Şunu bir kun sizlarga uchrab qolsa, bir boy, yaxshi kino olgan, esil mashinada olgan, qandaroq ishimiz aka desa, yo'q, aldirash desa, yo'q, bu boy emas ekan desangiz bo'ladi. Qanday o'z boy bo'ladi? 3-inchisi eng cho'ng boy mana. Vaqtimi kan tasha. Lekin bank kartasi to'xtamay pul kirib tursa. Ba mandaq ahvol. Bizning lider bir oyda 2 kun ishlaydi. Qolgan 28 kunda Yaponiya, Germaniyada uyg'unish qilibdi, sayohat qilibdi. Şunu biz gapni yig'ib akasak, bizni birinchi bo'lib cho'qim bizga bergan dasmoyni qadrlash eng shakllanmagicha, bizni shaklsiz kirim shakllanmagicha pul qanday qilmaydi deganda bizni qo'g'lamaydi. Chunki iqtisodda 80% odam bir umr pulni qo'g'lab yuradi. 20% odamni pul qo'g'laydi. Ham qanday odam pul qo'g'laydi? Az kam 5 yil yoki 10 yil o'zining mingisiga berilib, boshqa narsaning hammasini qo'yib o'tib, mablag' sog'a odamda shaklsiz kirim shakllangandan keyin pul uni bir qo'g'lab ketsa, u qechibmi? Qutlanmaydi. Shunga cho'qim boylik to'g'riliq tushunish to'g'rilansa, uning keyin vaqtni biz dasmay deb qarasak, nishon aniqli bo'lsa, menimcha nurg'un yoshlar vaqtni qadrlaydi deb qarayman. Men o'ylab baqsam, shu o'zimning to'liq o'tir hayotimdagi vaqtimni intayin ma'nisiz o'tkazib ketganman endi. Bugun sizmi vaqtni intayin yaxshi tushuntirib berdingiz bizga. Endi men bu yil Şinjan İlim fan Ushur institutining qonun kasbining 1-yilligida o'qiyman.
Bo'lsam, men hozir shu darsning sirt vaqtlarimni til o'rganish va yoki tantarbiya orqali o'tkazyapman. Bo'lsam, shu bizga o'xshash oliy maktabning 1-yilligida o'qiyotgan savoddoshlar shu vaqtni qanday usulda kontrol qilsa, haqiqiy boshqara olgan bo'lmasa, shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Endi bizning shu oliy maktab o'quvchilari shu shaharga kelgandan keyin bir narsa duch keldi. U bo'lsin nima deganda ziyoda erkinlik. Ikki jihatdan. Birisi vaqt, ikkinchisi iqtisod. Pul kelib turdi. Yo'qlamangizni birisi bak qilib ketmaydi. Chunki bizim o'qigan bilimiz hamda faqat shu imtihonga kelsangiz bo'ldi, kelmasangiz bo'ldi ba'zi, lekin o'zingizning ziynni tatsizda. Shunlashqa shu o'quvchilar mana shu maktabga kelgandan keyin iqtisodni ilmiy o'rlashtirish odatini shu maktabdan boshlab o'rganishi kerak. Hamda siz birla ayrilgandan keyin 100% mustaqil bo'lib ketasiz. Bu eng xatarlik ahvol. Chunki erkinlik haddini ishib ketsa, bu ba'zilarni nobud qilib o'tadi. Bo'lib nurg'unlagan yoshlar oliy maktabga chiqqandan keyin o'yinning katsimi deb shuarga ergashib ketib, o'ynaydi 5 yil, onun keyin 50 yil yig'lab yuradi. Amaliyotda shu 5 yil dal sizning 50 yillik hayotingiz asaldigan vaqtda. Shuni men dedim, oliy maktabda biz vaqtimizni 4 ishga sarf qilamiz. Birinchisi, cho'qim kasbni yaxshi egallaymiz. Bu gap ketmaydi buningga. Ikkinchisi, cho'qim sirtda qobiliyat egallaymiz. Ancha-muncha qo'rilib turish kerak. Chunki korxonachilik shirkatga, jamiyatga tayyor qo'rimi kerak-ku. So'q sayba kerak emas. Lekin o ko'p bo'lib qoldi. Birinchisi kasbni egallaysiz. Ham kasbni egaldim deb siz o'ynab yursangiz bo'lmaydi, chunki kasbni hammasi egallaydi. Ham jamiyat chiqqandan keyin hammasi o'xshash kasb egallaydi, sizning farqingiz yo'q. Sizni tanlab olishga siz bahona berolmaysizda. Qachon uxlash, qachon turish, shanba-shanba nima ish qilish. Onun keyin sizga bergan har oylik pulni zodi qancha bo'lib qashlaysiz. Iste'mol qilamsiz, kitob sotib olamsiz, leksiya anglamsiz, azroq malini savdo qilamsiz. Demak, mushu narsa sizni shakllanib ketgandan keyin o'qish bitgandan keyin bu sizga bir umr ergashadi. Hamda o'ynamaganlar tugidi. Asosiyatdan ular o'zgartirmay odatini, ash xizmat o'rniga moslashamay, hadi salom og'rinib yuriydi. Qachonlar qarsangiz xizmat izlab yuriydi bular. Biz bugungi paranlarımızda Muhammed Süleyman Malim'deki nurgulgan bayanlarını anıldık. Demek vaqt haqida çoğunqur mülayizlarını qilib berdi. Vaqt eni insaniyette qadam basqıçlıq uyg'unmadı. İlgiri taraq tapa ellerde uyg'ongan bo'lsa, endi bizning taraq qilayotgan davlatlarda uyg'unmadı. Bu xil uyg'unish bizga vaqtning qimmati orqali o'zimizning qimmatini yaratish ideyasini turg'izadi. Shunga yoshlarimizniki vaqt bilan o'z hayotiniki chambarchas bog'langanligini har vaqt esda chin saqlab, nurg'unlagan an'anaviy vaqt qarashlarimizni o'zgartib, yangicha vaqt qarashi va hayot qarashi turg'izishning intayin muhimligini asli tutishni umid qilaman. Ko'p rahmat, sizlar soni ko'rishaylik.